Pastarg'om tumani Maroqanda mahallasi fuqarolari 2 yildan buyon aynan mana shunday ta'mirtalab ko'prikdan aziyat chekishadi. Bu yerdan katta yuk mashinalari u yoqda tursin, hattoki yengil avtomashinalar ham o'ta olmas ekan. Muammo bizda mana shu ko'prik emas. Bir fermerda tilchka tushib ketib, paxta oqib ketyapti. Yozda bir moshin g'alla oqib ketdi. Odam o'tishida bir telefon, qaytishida balajonim o'tdikmi, balajonim qaytdikmi? Bu yaxshi narsa emas. Şeyden o'tib qaytamiz. Nevaralarim, bola chaqam kechasi bilan yuragimizni havishlaymiz. Esonaman o'tdimi, qaytdimi deb. 50 kilometr masofani bosib aylanib kelyapti. Qancha garchi, qancha mashaqqatli qiyinchiliklar, u yerlar ham talabga javob bermaydi, lekin majbur biz. Bu holat 3 yildan buyon bo'lyapti. 2 yil 3 yildan buyon bo'lyapti. Mana fermerda 11 ta 12 ta fermer xo'jaligimiz bor. Shu yerdan o'tib, har kun o'tganiga qaytgandan keyin yuragini ushlab turadi. Telefon qilib so'raydi, "Omon esa o'tdingmi?" 5 santimetr ushlab o'tiribdi. Böyle damasa bilan 11 ta 12 ta odam har vaqtda o'tib qaytyapti. Jonini jabborga berib. Aholining haqli e'tirozlariga mas'ul xodim nima deydi? Bu ko'prikda bizlar bir necha marta o'rganganmiz. Buni o'rganib, vatxozga murojaat qilganmiz, avtoyo'lga, ko'priklarga murojaat qilganmiz. Aholi o'zi ham ko'p murojaat qilgan. Buni 25-yilda dastur yo'q ekan, dasturga endi 26-yil dasturga kirgizib, mablag' ajratib, ta'mirlab berishimizga aytgan og'iz aka. Biz 26-yilning qaysi choragida xabar olganimizda bu yer ta'mirlangan bo'ladi. Aniq choragini aytolmayman, lekin birinchi chorakda agar dasturga kirib mablag' ajratilsa, menimcha ikkinchi, uchinchi choraklarga bitib qolsa kerak. Demak, 3-chorak yakuni bilan xabar olganimizda bu yer to'liq ta'mirlangan bo'ladi, shunaqa. Ha, shunaqa bo'ladi. Biz navbatdagi manzildan ham va'dani oldik va biz bu yerga yana kelamiz. Charos Yo'ldosheva, Kobir Musulmonqulov, Samarqand.